Bugun sizlarga grafikalar bilan to'g'ri ishlashni ko'rsatib o'taman. Xo'p, har doimgidek kompress ochamiz, solid tashlaymiz. Sizlar misol uchun men mana bu shape misolida berib o'taman. Buni keyin o'zingizlar tekstillarga qanaqadir elementlarga moslashtirib olasizlar. Xullas, mana qizil qilib turing. Okay. Mana bunisini ozgina bundoqroq qilib turaman. 100 qilaman, bo'ldi. Primerda mana shu elementni sizlar animatsiya qilmoqchisizlar. Buni ozgina kattaroq qiling. 125 bo'ldi, yetadi. Biz nimalarga animatsiya beramiz? Position, rotation, opacity, scale. Hammasiga keyframe beramiz. Birin-ketin ko'rib chiqamiz. Xo'p. 1 2 3 mana. Qaranglar. Men qanaqa 1 2 3 dan mana Ctrl Shift o'z ekranda chiqadi. Yonga kursor bilan 1 2 3 ta tashladim. Mana bunga keyin F9 beraman. Keyin bu yerdan joylashuvini o'zgartiraman. Misol uchun pozitsiyasini o'zini. Sizlarda 3 xil holat bo'ladi, ya'ni grafika bilan ishlayotganingizda ushlab turib, bundoq qilamiz. Yana hozirgi animatsiyamizda mana shunaqa bo'lib turibdi. Kattalashtirib olaman. Vot mana shunaqa bo'lib turibdi. Bizda 3 xil holatdagi grafikadagi animatsiyalarimiz bor. Misol uchun bundoq ushlayman burchagini, bundoq bu yoqqa tortib qo'yaman. Endi buni ko'ramiz. Mana ko'rasizlarmi? Birinchi test, keyin sekin chiqyapti. Birinchi test, keyin sekin chiqyapti. Bu qanaqa holatlarga yaxshi ishlaydi? Misol uchun sizlar ekspertilarni montaj qilayotganingizda, tekstni animatsiya qilayotganingizda yoki qanaqadir shape yoki qanaqadir ikonkami, boshqa elementmi nimadir chiqarayotganingizda, xuddi shunaqa grafikadan foydalansanglar, juda ham smooth chiqadi. Chunki bu ham bittada tez chiqadi, o'sha ko'rinishi kerak bo'lgan joyiga sekinlashadi. Ya'ni, prям tez chiqib ketib qolmaydi. Ya'ni, o'sha ko'rinadigan joyda sekin plavniylashib, o'zi anaqa joyiga tushib oladi. Vot. Ya'ni, bu asosiy grafikamiz imенно mana shu grafikamizni tez gapiradigan elementlar uchun yoki xuddi shunga o'xshash boshqa narsalar uchun. Bizda ikkinchi holat bor. Boshqatdan Ctrl bilan F9 beraman. Bizda ikkinchi holat bor. Masalan uchun mana bunaqa o'rtasiga to'g'rilab olish. Buni qaranglar. O'rtada mana shu yerda tezlashib ketyapti mana. Imенно mana shu yerda tezlashyapti mana. Tezlashyapti. Buni qanaqa holatda foydalanamiz? Misol uchun, ekspertlar xolis, bemalol o'tirib, cho'zmasdan, anaqa standart holatda gapirib beradigan bo'lsa, xuddi shunaqa animatsiyadan foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun, xo'p, men bu yerga bundoq qildim. Men bu yerga ikonka olib chiqib olay. Xo'p, ikonka. Misol uchun nima ikonka ishlatsak bo'ladi? Xo'p, yaxshiroq ikonka cho'tta chiqmayapti. Vo mana. Qo'yapti ozgina, uzr. Diskajat qoldi. Afterga olib kiramiz. Bu yoqqa tashlaymiz. Bunga fil beramiz. Rangini olib qolamiz. Bergandan keyin buni o'rtasiga to'g'ri turibdi. Kattalashtirib qo'yaman. 130. Keyin buni mana bunga ulab qo'yaman. Misol uchun mana bu narsa chiqyapti. Chiqayotgan paytda pastiga sizlar tekst yozasizlar. Misol uchun email ro'yxatdan o'ting. Bo'ldi mana. Buni ham qizil qilib olamiz. Buni keyin o'rtaga joylashtiramiz. Keyin ozgina kattalashtiramiz. Bo'ldi. 120. Bundoq qilib qo'yaman mana. Endi xuddi shu holatda grafikasini uniki bilan bunikini bir xil qilib qo'yaman. Bunga position, opacity 1 2 3 ta tashlayman. Ya'ni qarayman 1 sekunddan 5 ta frame o'tgandan keyin buni ozgina pastga tushiraman. 0 qilaman. F9 qilaman. O'rtaga joylashtirib qo'yaman. Mana. Keyin mana ozgina primerni mana shu yerga surib qo'yaman. Mana birinchi chiqadi, bu chiqadi. Keyin bu chiqish kerak. 1 2 3. Mana o'tgandan keyin mana. Bundoq bo'lyapti. Ko'rasizlarmi? Ya'ni ozgina timing bo'lyapti bu yerda. Ya'ni bemalol gapiradigan bo'lsa, xuddi shunaqa animatsiyadan foydalanganinglar yaxshi. Endi misol uchun boyagi animatsiyani ko'raylik. Boyagi buni hammasini ochyapti. Position, opacity. Xo'p. Mana bu yerda position, scale, rotation, opacity. Hammasini o'chiraman. Ctrl F9 mana bunday qilaman. Endi qarab turinglar. Bunday chiqyapti. Ko'rasizlarmi? Ya'ni bu yerda tez chiqyapti. Mana shunaqa
ko'pincha holatda tezdan foydalanganinglar yaxshiroq, chunki bu ancha sumuzroq. Endi bizda 3-holat bor. Qanaqa desanglar, bunda o'chiraman. F9. Bu holatimizni asosiy tushib ketish ehtimoli, ya'ni hozir bu yerda mana bundoq chiqdi. Mana buni bu yerdan qaytarib qo'ydik mana. Bu yerda mana tez chiqdi, mana. Smooth bo'lib tez chiqdi. Endi xuddi shuni 3 sekundda orqaga qaytarib olishimiz. Ctrl+, Ctrl+V, Ctrl+, Ctrl+V. Ctrl bilan bosamiz, time reverse qilib yuboramiz, bo'ldi. Keyin yana F9. Keyin oxiriga bundoq qilib turib, mana bundoq qilamiz. Ya'ni bu 3-holatdagi keyframeimiz. Ya'ni keyframeimiz. Tilim ozgina chiqib ketib qoldi, uzr. Mana bu nima holatga ishlaydi, masol uchun? Mana bunaqa chiqdi. Endi sekin tushib ketadi, ko'rasizlarmi? Faqat birinchi anaqa tushib ketish kerak. Bitta, 2 bo'ldi. Mana ko'rasizlarmi? Tez chiqdi. Sekin tushdi. Vot. Xuddi shunaqa holatdan foydalansanglar bo'ladi. Bu 3-holatda emas, bu imенно chiqib ketish holatdagi vaziyatlarda ishlatiladi. Vot. Endi buni qaranglar. Men tekstni o'chirib turaman. Hozir biz faqat positionga berdik. Endi men juda ham ko'pchilikda ko'raman. Scale ga beramiz. Mana bitta o'chirib tashlaymiz. Eng asosiy, so'ching joyga keldik. F9. Misol uchun sizlar positionni o'ziga mana bunaqa animatsiya berib qo'ydinglar. Scale'dagi animatsiyalar просто обычный turibdi. Endi qaranglar. Buni scale'da 0 qilaman, qaranglar. Nima bu ahvol mana. Mana. Chiqishni ko'rasizlarmi? Qanaqa xunukligini sizlar grafika bilan ishlayotganinglarda mana bu yerga hamma animatsiyalar bir xil turishi kerak. Misol uchun mana scale'dagi oddiy turibdi. Buni ham boshiga bundoq qilib qo'yadigan bo'lsam, mana qarab turinglar. Ko'rasizlarmi? Qanaqa smooth chiqyapti, mana o'chirib turing mana. Ko'rasizlarmi? Smooth chiqyapti. Buni men просто mana bunaqa keyframe bermasam, mana bunaqa turbocha qilib qo'yadigan bo'lsam, mana bunaqa holat bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Juda ham jostki, o'ta darajada jostki. 2 sekundda bundan qilib turing buni. Vot. Xuddi shunaqa. Endi buni ikkalasini bir xil qiladigan bo'lsanglar, yanada ochiladi va smoothlanadi. Mana bundoq qildim. Mana. Ko'rasizlarmi? Xuddi shunaqa. Bu asosan kadr 25-30 ishlaydi, ya'ni Ctrl Shift yongi kursor bilan Ctrl yana uzr boshqadan gapiryapman. Xullas, Ctrl Shift yongi kursor bilan 3 marta tashlaganingizda faqat 25 yoki 30 frame da turishi kerak. 60, 50, 120 qilib qo'yadigan bo'lsalar, bunaqa narsa o'xshamaydi. Vot. Endi qaranglar. Bizga bunga opacity berishimiz kerak. Opacity-ni o'chirdim. Buni ham xuddi boyagi holatda misol qilib ko'rsataman. Oddiy обычный keyframe berdik. Endi ko'ramiz. Ko'rasizlarmi chiqib kelishini? Sekin lattalanib chiqib kelyapti. Buni yaxshiroq qilish uchun F9, keyin buni boyagindagi eng boshiga cho'zib qo'yaman mana. Ko'rasizlarmi? Mana bu yerda uje scale ko'rinmayapti. Vot. Mana shunaqa holatda bo'lib chiqadi. Endi buni qaranglar. Bizda rotation beradigan bo'lsak, rotationni misol uchun 90 qildim. Yo 180. Oddiy обычный berdim. Mana. Voy, ko'ligim qisadi, bunaqa animatsiyalar bor. Men ko'raman-da, lekin shunaqa animatsiyalarni bozorda. Bunaqa animatsiyalardan sizlar ishlatmanglar. Mana nima bu animatsiya? Qarab turinglar mana. Scale, position, rotation, opacity berdik, hammasini o'chiraman. F9 bosaman. Bir xil ushlab turib hammasini. Bu yoqqa bunday surib qo'ysam bo'ldi mana. Endi qarab turinglar. Ko'rasizlarmi? Qanaqa smooth chiqishini? Shu o'ta darajada ko'zga yoqimli smooth. Endi xuddi shuni men просто mana bunaqa oddiy frame berib qo'yganimda qanaqa chiqar edi? Bilmayman. Просто oddiy F9 bosib qo'ysanglar ham unaqa darajada smooth chiqmaydi. Mana ko'rasizlarmi? Mana qaranglar. Men bu yerga o'tayotganda mana tiq deyapti, ya'ni bu yerda urilish bo'lyapti. Bu urilmaslik kerak. Bu juda ham xunuk narsa, urilmasligi uchun просто bunday surib qo'yasizlar. Bo'ldi mana. Smooth keladi o'zi. Undan tashqari ikkinchi grafikamizdagi animatsiyamizda bor edi-ku mana. Mana buni o'rtaga surib qo'yadiganimiz bor edi-ku mana.
mana shuni o'rtaga surib qo'yganinglarda mana e'tibor beringlar. Surayotganinglarda mana 59 98 60 bo'lyapti. Odatiy holatda 60 qilinglar. 70 80 qo'rsanglar bo'lmaydi mana. 60 qilinglar bo'ldi, yetadi. Mana boyagi eng o'rtancha holatimizdagi animatsiyamiz bu. Mana ko'rasizlarmi? Xuddi shunaqa bo'lib chiqyapti. Bu ham ancha smooth. Endi shu holatda, ya'ni xuddi shunaqa animatsiyalarni 1 2 3 4 ta deb bersanglar ham bo'ladi. Masalan, mana 4 taga surib qo'ydim. Mana. Ko'rasizlarmi? Smooth bo'lib chiqyapti. Endi buni boyagi animatsiyaga to'g'rilaydigan bo'lsam, mana. Ko'rasizlar? Smooth bo'lib sekin chiqyapti. Vot, xuddi shunaqa sizlar tekstlar bilan, mana shape'lar bilan, umumiy nima bilan ishlayotgan bo'lsanglar, grafikasini mana shu ikkita holatda qilinglar. O'shandagina ancha smooth chiqadi. Undan tashqari boyagi 3-holatimiz faqat chiqib ketishga ishlaydi. U narsani boshlang'ich qismiga qo'ymanglar. Asosan mana shu ikkitasi bo'lani animatsiyasi hammasi bir xilda tursin. Scale, opacity, rotation hammasi bir xilda tursin. Bittasi недавно o'zgarib qoladigan bo'lsa, o'sha animatsiyalar buziladi. Hozirda o'zimni motion montaj onlayn kursimga start berganman va buni qilishimdan maqsadim nima? Hozir bozorda eksperti motion montajga talab juda ham kuchayib boryapti va o'rganuvchilar soni juda ham kam, lekin qiziqish juda ham baland. Menga deyarli har kuni 4 ta 5 ta odam yozadi: "Aka, vaqtingiz bormi? Montaj bor edi, qilib bera olasizmi?" Men ularga 99% holatda rad javobini beraman, chunki meni proyektlarim o'zi shundan ham yetarlicha. Ortiqcha oladigan bo'lsam, o'zimni qiynab qo'ygan bo'laman. Shu yerdan ham bilib olsanglar bo'ladi, ya'ni bu narsaga talab qanchalik kuchliligini. Lekin montajyorlar yo'q, hali bozorda prям ko'paygani yo'q. Juda ham redki yaxshi montajyorlar bor, lekin sifatlilari juda ham kam. Onlayn kurs kimlar uchun? Bu sohaga endi kirib kelayotganlar, boshlang'ich bilimi borlar va next levelga chiqmoqchi bo'lganlar uchun. Chunki bunaqa kurs media bozorida hali bo'lmagan va uning ichidagi bilimlar juda ham professional tarzda yozilgan. Onlayn kursimda ikkita tarifim bor. Birinchisi beginner, ikkinchisi intermediate. Hozir men sizlarga buning ichidagi bo'limlarni ketma-ketlik bo'yicha tushuntirib o'taman. Birinchi tarifimning ichidagi bo'limlariga nimalar kiradi? Birinchisi After Effects 0 dan boshlang'ich darajagacha 25 ta motion darslik. Ikkinchisi pluginlar bo'limi, ya'ni o'zim foydalanadigan pluginlarni sizlar yuklab olasizlar va ularni o'rnatish bo'yicha darsliklari ham bo'ladi. Uchinchisi har oy davomida qo'shimcha bitta motion darslik bo'limi. Ya'ni sizlar o'sha tarifdagi darsliklar bilan cheklanib qolmaysizlar. Sizlarga har oy davomida qo'shimcha bitta motion darslik tashlab boriladi. To'rtinchisi motion sohasidagi ekspertlardan qo'shimcha 5 ta darsliklar. Ya'ni sizlar men o'tadigan darsliklardan tashqari ekspertlardan ham darsliklar olasizlar. Qo'shimcha 5 ta darslik bu eng zo'r darsliklardan biri desam ham bo'ladi, chunki o'tdagi ekspertlar juda ham kuchli. Buni bizga nima plus tarafi bor deydigan bo'lsanglar, chunki men o'tadigan darsliklar bo'yicha metodikam boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ularniki boshqacharoq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'tda sizlar yangi bilim o'rganasizlar. Men o'tmagan narsalarni o'tda sizlar yengilroq formatlarda o'rganishinglar mumkin. 5-inchisi vazifalar bo'limi, ya'ni bu bo'limda sizlar bemalol o'sha darsliklarni qaytarib qilgan videolarni mana shu vazifalar bo'limiga tashlaydigan bo'lsanglar, men orqali tasdiqlab olasizlar. 6-inchisi chat bo'limi, ya'ni buni menimcha hamma bilsa kerak. O'sha o'zingizlarda qanaqadir muammoga duch keladigan bo'lsanglar yoki nimadir qiynalayotgan bo'lsanglar, o'sha yerga yozasizlar va yechimini birgalikda hal qilamiz. Bu barcha aytib o'tgan bo'limlarim birinchi tarifniki edi. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, darsliklarning soni 30 ta va bu 0 dan boshlang'ich darajagacha bo'lgan tarifim. Endi esa ikkinchi pro tarifimga o'tadigan bo'lsam, ya'ni intermediate tarifimga o'tadigan bo'lsam, oldindan spoiler qilaman, bu tarifda juda ham imkoniyatlar juda ham ko'p. Chunki buni narxiga bunaqa imkoniyatlar beradigan hali bozorda umuman chiqmadi, hali beri chiqmasa ham kerak. O'zingizlar hozir ko'rasizlar, bo'limlarni sanab o'taman. Birinchi bo'limim After Effects 0 dan Pro darajagacha 40 ta motion darsliklar. Tasavvur qilib ko'ringlar. Bunda darsliklarni mana bu After bo'yicha tushuntirgan darsliklarni ozgina chekkaga surib turadigan bo'lsam, faqat motionni o'zini oladigan bo'lsam, 30 tadan ko'p motion darsliklar bor. Tasavvur qilib ko'ringlar, sizlar har kuni bitidan qilgan taqdiringlarda ham bir oy davomida motion animatsiya qilasizlar. Bu вообще zo'r imkoniyat. Ikkinchisi tasvir maktab darsliklari. Hozir sizlar o'ylashinglar mumkin, ular kam. Nima qilyapti bu yerda? Nimaga bu darsliklar qo'shilgan degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir men sizlarga profilni atmetiga qo'yib ketaman. Taniganlar bo'lishi mumkin, tanamaganlar uchun ko'rsatib o'taman profilni. Xullas, bu narsani qisqa qilib aytadigan bo'lsam,
Tasnif maktab After Effects bo'yicha mana bu noldan o'rgatish bo'yicha eng mukammal kurs deb bilaman. Chunki o'zim ham tasnifda o'qib chiqqanman va eng yaxshi o'quvchilar qatorida bo'lganman. Chunki u yerda bilimlar juda ham kuchli tarzda berilgan, juda ham mukammal tarzda berilgan va o'zingiz eplab keta olsanglar, u yerdagi bilimlar shu darajada kuchli ediki, men haligacha u narsani deyarli yarmini foydalanmayman-da, tushunyapsizlarmi? Shu darajada ko'p bilimlar berilganki, u narsani yarmidan ham menimcha yarmini hozir foydalanmayotgan bo'lsam kerak, chunki o'ta darajada ko'p bilimlar berilgan. O'sha bilimlarni sizlarga o'zimni kursimda ulashgim keldi, chunki sizlar faqat Expert Motion montaj emas, sizlar After Effects'da ham o'rganadigan bo'lsanglar, ertadan keyin Instagramda ko'radigan referensiyalarni yoki biron YouTube'dan ko'radigan montajlarni bemalol After'da o'zinglar noldan yasoladigan darajaga chiqa olasizlar. Bu imkoniyatni hali media bozorida hech qaysi onlayn kurs bera olmaydi. Men bu narsaga aniq ishonch bilan ayta olaman, chunki tasavvur qilib ko'ringlar, hozir men sizlarga oldin aytaman. Qaranglar, o'zimda, ya'ni o'zimning motion darsligimda 40 ta darsliklar bor. 40 darslik o'zi tag-tag ko'p. Undan tashqari yana 5 ta ekspertdan motion darslik, yana 45 ta bo'ldi. Undan tashqari yana darsliklar bo'ladi. Undan tashqari eng ko'p ob'yomdagi bu tasnif maktab darsliklari o'tda adashmasam 70 tami 80 ta darsliklar bor. Tasavvur qilib ko'ringlar. Umumiy darsliklarning soni 100 dan ortib ketyapti, ya'ni 130 taga yaqinlashib boryapti. Hali media bozor, ya'ni imенно mana shu motion montaj media bozori, men nimaga bu narsaga ya'ni ishonch bilan aytaman, chunki har kuni bittadan darslik yozgan taqdiringizda ham 120 kun, no хотя бы 2 kunda 2 marta darslik yozsangiz ham tasavvur qilib ko'ringlar, 120 ni yarim, короче, 2 oy to'xtamasdan darslik yozishingiz kerak bo'ladi. Sizlar charchaysizlar, ishinglar bo'lib qolishi bor, boshqa bo'lishi bor. Вот. Men ham bu kursga 2 oy tayyorlandim. Ya'ni bu narsani sizlarga ancha chuqurlashtirish uchun men o'tdagi bilimlarni просто yuzaki qarab qo'ymaganman. Har bitta narsani detalli tushuntirib o'tib, har bitta narsani vazifalari bilan mana bu nazariy emas, amaliy ham qilib ko'rsatib o'tayotganman. O'zingizlar kurs sotib olganinglardan bitta ko'rasizlar, prям shedevr kurs bo'lgan. Nimaga men boydan bir ishonch bilan qo'rqmasdan hali media bozorda yo'q deyapman, chunki men mana shu media bozorda ochilgan kurslarni juda ko'pini ko'rdim. Men aniq ayta olaman, o'tdagi darsliklar meni darsliklarimga yetishi juda ham qiyin, chunki birinchidan son taraflama menda ancha ko'p, ikkinchisi sifat darajasi ham menda ancha baland, chunki menda ham ekspertni o'rganasizlar, ham motion montaj o'rganasizlar, ham hozir keyingi bo'limlarni spoiler qilib qo'ymay, keyingi bo'limni hozir aytib o'taman. Bo'ldi, mana shu yerda yopdim temani. Uchinchisi Premiere Pro darsliklar bo'limi, ya'ni sizlar o'tda kesish, kadrlarni bir-biriga ulash, ovozni to'g'irlash, ozgina color gradingni ham o'rganasizlar, ozgina o'ynashlar bilan. Bu narsani nimaga qo'shib o'tib ketaman, chunki bu sohaga endi kirib kelayotganlar After ham Premiere ham bilmasligi mumkin. Premiere men nimaga boshlang'ich qildim, u narsada men chuqurlasha olmayman, chunki men imенно Premiere Pro bo'yicha men pro deb o'zimni ko'rmayman, chunki men o'ta faqat videolarni kesaman, kadrlarni planlarini o'zgartirib kesaman, ovozini to'g'irlayman, kadrlarni ozgina rangini o'ynatib qo'yaman, bo'ldi, все. Uni aniq qilib, render qilib, o'sha After'ga montaj qilish uchun olib kiraman. Ya'ni xuddi o'shanaqa darajadagi bilimlar Premiere Pro'da darsliklari bo'ladi. To'rtinchisi mijoz topish va narx belgilash. Ya'ni sizlar umumiy kurs olib qaraydigan bo'lsangiz, sizlar faqat mana o'rganishdan nimadirlar qilishdan tashqari sizlar mijoz topish ham o'rganasizlar, ham videolarga narx belgilash ham o'rganasizlar. Chunki bu narsa eng muhimlaridan biri. Misol uchun sizlar kursni bitirdinglar ham deylik, yaxshi montajyor bo'ldinglar, yaxshi o'rgandinglar, sizlar o'ylanib qolishingiz mumkin, men endi mijoz qayerdan topaman? Men endi qanaqa video montajimga narx belgilayman? Bu bo'yicha menga juda ham ko'p murojaatlar tushadi. Aka, men mana bunaqa videoni ko'rib bering, necha pul qo'ysam bo'ladi, tuda-suda, yana aka mijozingiz bo'lsa menga bering, montajni qilib beraman deyishadi. To'g'risi men ochiq-oydin aytaman, ularning birontasiga ham aloqaga chiqmayman. Nimaga? Chunki birinchidan menga kelgan mijoz meni sifatli anaqa montaj talab qiladi. Men ularga sifatsiz montajyor berib qo'yadigan bo'lsam, bilmagan holatda meni reputatsiyam tushadi. O'shaning uchun o'zimni kursimdan o'qib chiqqan eng yaxshi o'quvchilarga o'zimni ishimni, taklifimni beraman, ya'ni o'sha yaxshi proyektlarimni beraman. Undan tashqari imенно nimaga asoslanib video montajga narx belgilash kerak, ya'ni video montaj qildinglar, unga qanaqa narx belgilash bo'yicha men sizlarga alohida video darslik qilib qo'yaman. O'sha bo'limni ko'rib o'rgansanglar ham bo'ladi. Beshinchisi hadyalar bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar anchagina harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men eng yaxshi 5 ta o'quvchiga men o'zim tomonimdan ushbu ko'rib turgan ekraningizda klaviatura mishkani hadya qilaman. Bu
arzon emas, o'zinglar ham yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun deyarli kursga sarflagan pulinglar o'zinglarga qaytib keladi agar yaxshi o'qisanglar. Ya'ni buning uchun nima qilish kerak? Bu hadyani olish uchun nima qilish kerak? Sizlar mani darsliklarim, imенно motion darsliklarimni ko'rib, orqamdan qaytarib, yaxshi o'xshata olishinglar kerak. O'zimnikidan ham yaxshi qilsanglar, undan ham chotki, lekin manikiga o'xshashi kerak bo'ladi. Keyin uni sizlar vazifa bo'limiga tashlaysizlar va men uni ko'raman, tasdiqlayman. Keyin men sekin-sekin o'sha har bitta tashlab borgan videolarni anaqa statistika qilib borib turib, eng yaxshi o'sha 5 ta o'quvchiga ushbu ekranda yana bir marta ko'rib turganinglar hadyani sovg'a qilaman. O'zinglar ham bilasizlar, bu arzon emas. O'shaning uchun bu narsani olish uchun harakat qilinglar, chunki bu juda ham zo'r setup. O'zim ham yaqinda oldim. Nimaga sizlarga bu narsani qo'shdim? Bu klaviatura meshga menga juda ham yoqdi. O'shaning uchun bu narsani sizlarga ilinish anaqasida sifatida bu narsani qo'shib o'tib ketdim. Qo'shimcha qilib o'tadigan bo'lsam, sizlar bitta-ikkita video tashlab turib, bu narsaga erisha olmaysizlar. Sizlar davomiy tashlab turishingiz kerak bo'ladi. 6-inchisi ish taklif qilish bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar o'zim tarafdan o'zim eng yaxshi loyihalarim, eng yaxshi ekspertlarimni montajlab beraman. Albatta tekinga emas, o'zim ishlaydigan narxga, ya'ni ozgina qimmatroq chekda. Sizlar ham bu kursda pul topasizlar, ham portfolio ham qilasizlar, ham mijoz ham topasizlar, ham mijoz bilan ham ishlaysizlar. Imkoniyatlarni ko'rasizlar, qanchalik ko'pligini. Ya'ni bu yerda sizlar anchagina mehnat qilishingiz kerak bo'ladi, chunki men oddiy video montajyorga bu o'zim loyihalarimni topshirib qo'ymayman, chunki menga chiqadigan loyihalar eng professional holatda chiqishadigan aka, o'zingizni maksimal holatingizda montaj qilib bering, men sizga ishonaman degan holatda chiqib berishadi. Men ularning yuzlarini yerga qarata olmayman. O'shaning uchun ham sizlar yaxshi zo'r o'rgansanglar, вообще-то yaxshi agar o'rganayotganlar bo'lsa yoki next levelda уже nima desam ekan, next levelga o'tganlar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga o'zim ish beraman, yaxshi chekda. Bemalol o'zingizga portfolio ham qilsanglar ham bo'ladi, pul topsanglar ham bo'ladi. 7-inchisi feedback bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar o'sha o'zingizlar qilgan montajlarni tashlaysizlar, u yerda men полностью feedback beraman. Ya'ni bu yerda sizlarga eng katta plus tarafi qiladigan xatolarni qaytarib qilmaysizlar. Ikkinchisi, misol uchun sizlar bironta video montaj qildinglar, o'sha xatolarni ko'rganingizdan keyin avtomatik sizlar to'g'ri qilishni boshlaysizlar va bu to'g'ri qilishni boshlaganingizdan keyin o'sha next levelga chiqasizlar, ya'ni keyingi darajaga chiqasizlar, sifatinglar ham oshadi, natija ham juda ham sezilarli bo'ladi. 8-inchisi referenslar bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar 300 taga yaqin referenslar olasizlar. O'zim buni terib chiqqunimgacha umrimni yarmi o'tib ketdi, chunki Instagramda save qilib qo'yganlarim juda ham ko'p edi. O'zim ishlatganlarim ham bor, ishlatmaganlarim ham bor. Xullas 300 ga yaqin referenslar bor. Bu bizga nima plyusga ishlaydi deydigan bo'lsanglar, hozir juda ko'pchilik menga aytishadi, aka, siz ideyalarni qayerdan olasiz, siz qayerdan referensga ko'chirasiz, qayerdan o'tdan nimadir olasiz, ideya olasiz, balobatir. Xullas, shunga o'xshash gaplar juda ham ko'p tushadi menga. O'shaning uchun mana shunaqa reshina qilish uchun, ya'ni imенно mana shu yo'ldan chiqib ketish uchun men o'zim o'sha onlayn kursimga mana shu imенно bo'limini alohida qilib o'tib ketdim, chunki referenslar juda ham ko'pchiligiga kerak bo'ladi. Chunki Instagramga kirsanglar, hozir cringe narsalar juda ham to'lib ketgan, ashani pala-partish bo'lib yotibdi. Uni to'g'ri rekomendatsiya qilib olish juda ham qiyin. O'shaning uchun men sizlarga bu narsani prям erinmasdan yig'ib chiqib juda ham ko'p vaqtim ketdi, lekin hammasi sizlar uchun 300 taga yaqin referenslardan bemalol, menimcha umringlarni oxirigacha yetsa kerak bu referenslar montaj qilishingiz uchun bemalol o'sha referenslardan foydalanib turib montaj qilsanglar ham bo'ladi. 9-inchisiga keladigan bo'lsak, sizlar har 2 hafta davomida plus bitta motion darsliklar olasizlar. Ya'ni birinchi tarafda esinglarda bo'lsa, oyda, ya'ni har oyda bitta motion darsliklar. Bu yerda sizlar har 2 haftada olasizlar, ya'ni sizlar bir oyda 2 ta darsliklar ola olasizlar. Tasavvur qilib ko'ringlar, har oy yana 2 ta bo'lib ketib, уже toma-toma ko'rib bo'ladiganda daryo bo'lib ketadi darsliklarning soni ham. Xullas, ya'ni bu yerda sizlar har 2 hafta davomida bemalol darsliklardan ko'rib, yana qo'shimcha darsliklar olasizlar va hokazo. Lekin sizlarga eng katta bu yerda plyus ishlaydigan tarafi o'sha teka darsliklardan qotib qolmaslik, ya'ni sizlarga davomiy darsliklar tashlab boriladi. Qolgan bo'limlarga keladigan bo'lsak, o'sha plugin, vazifalar bo'limi, chat, qo'shimcha darsliklar, yana va hokazo darsiklarim xuddi birinchi tarifimdagi bo'ladi. Ya'ni birinchi tarifimda o'sha aytib o'tganimdek qo'shimcha darsliklar o'sha ekspertlardan, yana undan tashqari o'sha vazifalar bo'limi, yana pluginlar bor. Xullas, va hokazo o'sha birinchi tarifimdagi bo'ladi, lekin sizlarga oldin aytaman, ikkinchi tarifimda o'sha boya aytib o'tganimdek umumiy 130 ga yaqin darsliklar va bu yerda sizlar faqat ekspertni motion montaj qilishdan tashqari sizlar mijoz topish, narx belgilashni ham o'rganasizlar. Вообще-то ikkinchi tarifimda imkoniyatlar o'ta darajada katta. Bu onlayn kursimdan keyin sizlar albatta yaxshi natijaga chiqasizlar, chunki bu narsaga ishonchim komil.
Chunki nimaga? Bu yerda motion montaj bo'yicha alohida mana shu o'zim yozilgan darsliklarim ham bor, 40 ta. Undan tashqari 70 ta, ya'ni 80 tadan oshiq bo'lishi ham mumkin, 80 taga o'sha yaqin bo'lishi ham mumkin. Короче, вообще-то umumiy 120 taga yaqin ham avtor, ham ekspertning darsliklari o'tilgan, ham bu yerda mijoz topish, narx belgilash va hokazo bo'limlar juda ham ko'p. Bu narsalarni sizlar mukammal tarzda o'rganadigan bo'lsangiz, sizlar albatta zo'r natijaga chiqasizlar va bemalol bozorda o'zinglar ishlab yurib pul topsanglar ham bo'ladi. Oyiga 1,5 ming, 2 ming, no maksimum 2 ming topsanglar bo'ladi. Chunki 2 mingdan u yog'i ozgina qiyin, ozgina chiranishinglar kerak bo'ladi. No lekin standart $1000, shu $1000 plus minus rol o'ynaydi. No lekin yo'q deganda yaxshi harakat qilsanglar, yo'q deganda $1000 daromad topasizlar bu natija orqasidan. Endi esa bu ikkita tarifimni narxiga keladigan bo'lsak, rosa kutib qoldinglar, tezroq etaqa kurslaringni anaqasi narxini deb. Xullas qaranglar, birinchi tarifim $200, ya'ni bu yerda sizlar 0 dan boshlang'ich darajaga chiqasizlar va bu yerda tashakillar soni 30 ta bo'ladi. Endi esa ikkinchi tarifim, ya'ni intermediate, ya'ni pro darajadagi tarifim $400. Bu yerda sizlar umumiy 120 taga yaqin darsliklar, juda ham ko'p bo'limli tarifdagi narsalar, undan tashqari o'sha boya ana o'sha tilim ham kelishmay qoldi, ko'rasan, shu darajada ko'p narsalar qo'shib o'rganman, tilim aylanib ketib qolyapti. No, короче, qaranglar. O'sha $400 tarifimda boya o'tib o'tganimdek hamma narsasi bo'ladi. Ya'ni sizlar mijoz topish ham, o'sha narx belgilash ham, feedback bo'limi ham, o'sha darsliklar ham, tasnif ham, Premiere Pro va hokazo hamma narsa nimaga ketgan bo'lsa ham, hamma narsa mana shu $400 ichida. Hozir sizlar o'ylashinglar mumkin, qimmatroq menga bu ozgina olmasam kerak deb. Men sizlarga hozir fikringizni o'zgartiraman. Agar bozorda, ya'ni media bozorida xuddi shunaqa imkoniyatlar bilan, xuddi shunaqa narsalar bilan kimdir sizlarga $400 ga beraman degan bo'lsa, lopmalab olib kelinglar, yonimga lopmalab olib kelinglar. Men peshinasidan bitta o'qib qo'yaman-da, kursini sotib olaman o'zim, o'sha $400 ga kursini sotib olaman va o'rganaman o'sha narsani, noldan bo'lsa ham, avtorda bilimim bor bo'lsa ham o'rganaman. Nimaga bunaqa ishonch bilan aytaman? 120 ta darslikning o'zi juda ham katta, juda ham объемный narsa. Undan tashqari sizlar o'tda mijoz topish ham, narx belgilash ham, feedback bo'limi ham, chat, yana vazifalar bo'limi, hadyalar bo'limi, ish taklif qilish bo'limi. Bunaqa katta imkoniyatni sizlar hali bozordan topa olmaysizlar. Men sizlarga уверенный bo'lib aytaman. O'shaning uchun ham tanlovda adashmanglar. Sizlar qimmat deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bu fikrni miyanglardan o'chirib olib, bu hech qanaqa qimmat emas. Bu mehnatga ketgan yarashiga qo'yilgan narx. No, вообще-то bunda olib qaraydigan bo'lsak, bu kursda, ya'ni imенно mana shu ikkinchi tarifimni juda ham ko'pchilik aytdi. Men sizlarga ochiq-oydin aytaman. Juda ham ko'pchilik aytdi. Asal vashi arzonga qolsan, $400 nima u? Mehnatingga arzimaydi. Shuncha 2 oy harakat qilding, shuncha ter to'kding, boshqa qilding. No, to'g'risini aytaman, rostdan ham bu kursni qilish menga oson kechmadi. Juda ham qiynaldim. Qiynalganim sababi ham bularning hammasi sizlar uchun, sizlar yaxshi narsa o'rganishinglar uchun harakat qildim. No, lekin $400 bu mehnat uchun juda ham kam, lekin o'sha yon atrofimdagi odamlar $700 qil deyishdi, $800 qil deyishdi, mana $600 qil deyishdi, no hatto $500 qil deyishdi. Yo'q, men oyoq tirab turib $400 qilaman dedim va $400 da qotdim. Bu $400 hech qanaqa qimmat narx emas. Bu prям eng idealniy narx. Bu hech qanaqa qimmat bo'layotgan bo'lsanglar, miyadagi bu stereotipni yo'qotib yuborganinglar yaxshi, chunki bu mehnatga yarasha qo'yilgan narx. No, вообще-то mehnatdan kechib turib ham qo'yilgan narx-da bu, chunki bu mehnatimga $400 rostdan ham arzon edi. No, lekin bularning hammasi sizlar uchun. Xullas, o'zingizlar ko'rdinglar, mana qanaqa masshtabdagi onlayn kurs qilganimni. Agar buni sizlar sotmoqchi bo'lib, o'rganmoqchi bo'lsanglar, pastda opsiya bo'limida, o'sha YouTube'dagi opsiya bo'limida men o'zim Telegram rechkamni qoldirib ketaman. Yo'q, mana ekranda QR kod chiqadi. QR kodni shuni skaner qiladigan bo'lsanglar, rechkamga otib yuboradi. Aloqaga chiqib, sotib olib, bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Darsni ko'rishda davom etinglar. Bosinglar gazini, lekin kurs esinglardan chiqmasin. Bu kurs hali media bozorida-yu. U yana bitta qo'shimcha qiladigan bo'lsam, hozir bozorda ozgina ko'payyapti onlayn kurslar. Sizlar yaxshilab analiz qilinglar. Ya'ni sizlarga u nima bera olyapti, nima darsliklari bor, qanaqa darajaga chiqa olaman, o'sha narsalarni analiz qilib turib, keyin sotib olinglar. No, вообще-то meni sotib olinglar, meni kursimni yaxshiroq degan narsa menda yo'q, unaqa stereotip yo'q. Har bitta kursning o'ziga yarasha ustunligi bo'ladi. Meni kursim ustunlik tarafi bu faqat ekspert motion montajga asoslangan. Ya'ni sizlar qo'shimchani u yoqdan bu yoqdan kerak emas bo'lgan narsalar o'rganmaysizlar.
Faqat sizlar Expert Motion montajni noldan pro darajada o'rganasizlar, ham After Effect'ni ham. No, xullas shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.